Uyning asosiy fishkalariga e'tibor berishingizni so'rayman. Ikkita qo'shni kelishgan holda o'zlari uchun mana bunday chiroyli qilib podesta taxlab qo'yganlar. Sababi bemalol oyoq kiyimlaringizni joylashingiz uchun uyga kirganingizda gilamlaringiz kirib bo'lmasligi uchun. Buning plyuslari juda ham katta. 2 xonalik uyni obzorni boshlaymiz. Asosiy kirib chiqish eshigi. Kirgandan o'ng qismida uyning yuvinish xonasi. Pastidan tepasigacha kafel qilingan, pastlari tiyobli pol holatida. Bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Barchasi sifatli narsalar bilan remont qilingan. Rasulov eshiklari uyning hojatxona qismi. Ko'rishingiz mumkin. Pastidan tepasigacha kafel qilingan. Mana bu unitazning afzalligi nimada, nima uchun qimmat biladiganlar kommentariyaga yozib qoldiring. Dokument hujjatlarida, kadastr hujjatlarida 80.03 kvadratdan iborat. Uyning oshxonasi, ayollarning orzusidagi xonadon desam adashmagan bo'laman. Bu yerni esa studiya formatida taxlab qo'yganlar. Mehmonlaringizni bemalol kutsangiz bo'ladi. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, Media Parkning ro'parasida joylashgan. 8 qavatli domning 6-qavatda. Pulingiz yetmasa, ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Yotoqxonasiga bitta e'tibor berasiz. Ko'rayotgan holatingizda barcha mebel texnikalari qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasiz.